Yosh oilalar uchun bir xonali kvartira moshni bo'ladi. Oylik to'lovlari ham arzon bo'ladi, bilasizlar. Aynan mana shunaqa kvartiramizni sotuvga chiqdi. Xohlasanglar oylik doxod bilan boshlanish to'lovini arzonroq olib ketsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bitta pasportga boshlanish to'lovini to'lab, bir kun oformit qilib ko'chib kirsanglar bo'ladi. Biz hozir Zangiota tumaniga kelganmiz. Sokin makon turar joy majmuasi 5-bekat metroga yaqin bir xona 43 metr kvadratli kvartiramizni sotuvga chiqarmoqdamiz. Asosiy kirish eshigi mana shunaqa prixo'ja kutib oladi. Sanuzellar razzelni bu playirovkamizdan bizda bir dona qolgan. Boshlang'ich $900 bilan bitta pasportga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Kesinglar yana kelishtirib beramiz. Xo'p, bu yoq tarafimizda esa uyimizning oshxonasi, kattaligiga e'tibor beringlar. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yamiz. 5-bekat metrosiga qanchalik yaqin deganlar uchun bu yoq tarafimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani bo'ladi. Bu yoq tarafi esa Yangi Hayot tumani, Toshkent shahri. Sputnik 16 Nur Hayotlarni bilsanglar, o'sha taraf do'stlar, orientir olinglar. Xo'p, endi esa keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu yoq tarafimiz bitta zal yoki spalnisi, o'zini balkoni ham mavjud do'stlar. Pastda nomerlar bor. Uyimizda 16 qavatli domni 12-qavatida joylashgan, tayyor remont holatida. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib, shu videoni bir xonali kvartira izlab yurgan tanishimizga jo'natib qo'yamiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Xohlasangiz 2 xonali kvartira ham qilib beraveramiz.